Aldığımızda kelayotgan bayramga dan ma'nodagi nayt chiroyli ham yeyishlik bo'lgan qiyiqchini qanday qilishni bilmay o'tirib qolayotgan urug'tuqali bag'u deyman. Ammo men bugun sizlarga o'rgatay. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, birlik qatam ko'rsangiz chuqur bugun alaysiz, hamma o'rganish boshlaylik ketdi. Avval xamir yug'irish mashinasiga 3 qacha atrofida un to'kib olamiz. Ishlatganim yalla Elnorining dishli o'lchimidagi 5 dan xoli silliq ayluni. Arqadan yarim qo'shiq tuz va ravrs xurazon tuxumidan 3 dal pishik mayda yarim piyola atrofida qo'yamiz. Suv yoki sutni nayt az miqdorda qo'yiblar, ko'proq miqdorda qargunji silib, ig'izni itib xamir yug'irish boshlaymiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin yana 5 minut atrofida ravrs ishlab itib, xamirni 3 ga bo'lib olamiz. Bilib bo'lgandan keyin xamirimizni chiroyli qilib zultib olib, yana 5 minut atrofida sliv xaltaga yo'g'ib tindirib olamiz. Endi bu vaqtda qozon ko'proq miqdorda may qo'yib qizdirg'ach turaylik. Ishlatganim yalla Elnorining tuvan besim, tuvan temperatura ishlab chiqarilgan 1-darajalik qichmeyi. Elnorining bundan boshqa yana sog'lom bo'lgan non mahsulotlarini bog'lab cho'qim bir test pishirishimiz arziydi. Orqadan tayyor bo'lgan xamirimizni suratdagidek men mushundaq nayt nipis qilib yevelib, navoda oilamizda men ma'nodagi gullik keskich bo'lsa, mushuni kessak bo'ladi. Yoki pichoq kessak bo'lajimi urug' tuqqanlar. Yo'gash jarayonida diqqat qiladigan birdan-bir ish bo'lsa chuqum har bir barmoqimizning orasiga ayrim-ayrim yo'gaymiz. Oxirida qo'limizni nam qilib mana shunday yo'gaysak bo'ladi. Meyimiz qizib tayyor bo'lganda qiyoqchini cho'qiga o'tkazib, suratdagidek men mushalatni to'xtamay aylantirsak, qiyoqchimiz ko'pik bir xil chekiladi. Ondan buni suratdagidek men shunday rangi normal lalat sarg'ayganda siz bilib olamiz. Taqsiga chiroq tizib olgandan keyin ustiga uvoq nayt inchiga izib olgan qanni sepetiblar iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli oddiy, lekin nayt ko'rkam yeyishga chiqadi. Ayil chuqur bir sinab bakam urug' tuqqanlar. Oxirida qo'llash nayt oddiy urug' tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini besib, ko'ngil rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.